Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha asosiy fan olimpiadaning 3-bosqichi 9-sinf masalalarini ko'rib chiqishni davom ettiramiz. C masalasi soliqlar masalasini ko'ramiz. Xo'p. Biz demak, bir mamlakatda barcha fuqarolarning ish haqqi butun sonlarda ifodalanadi va bu mamlakatda soliqqa tortishni tavsiflovchi katta qonun mavjud deydi. Bunda har bir qonun quyidagi formatda bo'ladi. Agar sizning maoshingiz X va Y $dollar orasida bo'lsa, demak, sizning maoshingiz, demak, siz %% miqdorda soliq to'lashingiz kerak ekan. Xo'p. Demak, bu joydan tushuncha qilib olamiz. Bizda katta qonun bo'ladi deyapti. Katta qonun, ya'ni har bitta maoshlar oraliqlari belgilangan bo'ladi. Har bir maoshlar oralig'i uchun alohida soliq foizlari belgilangan bo'lar ekan o'sha maoshga nisbatan. Xo'p. Biroq mamlakatning soliq qonunchiligida teshiklar bo'lishi mumkin degan gumon mavjud. Biroq teshik deganda ikki ishchidan birinchisi ikkinchisidan ko'proq oylik olsa-yu, ammo soliqlar ushlab qolingandan keyin holat teskarisiga aylanib, ikkinchisi birinchi ishchidan ko'proq. Masalan, to'xtang, ikkinchi ishchi birinchi ishchidan ko'proq pul olish holatiga aytiladi deydi. Yaxshi, xo'p. Soliq tizimidan bunday teshik mavjudligini tekshiring. Agar u mavjud bo'lsa, yes, aks holda no deb chop eting deyapti. Xo'p, bu joyda teshik degan narsaga yanada oydinlik kiritamiz. Faraz qiling, sizda Ali degan do'stingiz bor va Vali degan do'stingiz bor. Alining maoshi Valinikiga nisbatan ko'proq oladi, ya'ni kattaroq ishda ishlaydi, ko'proq maosh olyapti va u ikkinchi qonunga mos tushyapti deb faraz qiling. Vali esa kamroq maosh oladi va kamroq soliq to'laydi. Ya'ni nima desak, solig'i sal boshqacharoqning foizi. Va shunaqa bo'lib turibdi, o'sha paytda Ali maoshidan soliq to'lagandan keyin, Vali maoshidan soliq to'lagandan keyin Alining maoshi Valinikidan pastroq bo'lib qolsa, ya'ni Ali ko'proq soliq to'laverdi va Valinikidan kamroq oylik bo'lib qoldi uniki. O'shanaqa holat bo'lib qolsa, bu teshik hisoblanar ekan. Biz mana shu teshik mavjudmi yo'qmi? Shuni aniqlashimiz kerak. Bu teshik qayerdan paydo bo'ladi desanglar, bu foizlardan kelib chiqadi. Ya'ni masalan, o'sha Alining maoshi, demak, yoki Valining maoshi kamroq bo'lib turib, ko'proq foiz to'lashi yoki kamroq foiz to'lashi, shuni oqibatida kelib chiqar ekan teshiklarimiz. Demak, bizda bu yerda foydasini hisoblaydigan narsa qilishimiz kerak bo'ladi. Foydalarni olib, eski foyda bilan mana bu nima deydi, o'tgan qoidadagi, o'tgan soliqdagi qarordagi foydalarni ko'rib, shunaqa qilib, asta-sekin chiqsak kerak aylanib. Keyin kodini yozib ko'ramiz buni. Va keyin yana bitta eslatma berishgan. Bu yerda nima? Mana bu test case xato deyapti PDF fayldagi. Mana bu yerda ko'rgandim. Test case xato deyapti. Mana bu yerdan foydalanib ishlanglar degan ekan. Xo'p. Qani boshlab ko'ramiz bo'lmasa. Demak, bizda katta qonun bo'ladi degan K sonini qabul qilib olamiz. Int input birinchi o'sha kamiz kelar ekan va endi bizda bitta list bo'lsin, hammasini yig'ib olishim uchun for in range k. Xo'p. Endi nima qilaman? X, Y va P o'zgarishni olib turib, map yordamida ularni bo'lib yuboramiz. Bunday qilib input.split mana shunday qilib oldik. Va listga qo'shamiz bularni. Bitta yig'ib, bitta konteyner ichida yuboraman bularni tuple bilan. X, Y va P. Mana shunday qilib saqlab oldik. Endi listni bitta sort qilib olgan ma'qul. Tartiblab olaman. Har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Xo'p, tartiblab oldik va endi nima qilamiz? Hozir birinchi eng boshida turgan qoida asosida o'sha maksimal maoshda va unga nisbatan solig'ini hisoblab ko'ramiz. Ya'ni soliq olingandan keyin foydasini. Bularni birinchi o'tgan nimasi qilib qo'yamizda, masalan, qarang, mana P Y desak tushunasizmi? Oxirgi degan ma'noda. Asta-sekin yurib boramizda shunday qilib. P Y P F foyda. P Y imiz o'sha eng maksimal foyda nima edi? Maoshi o'sha qoidaga ko'ra, o'sha qonunga ko'ra eng maksimal maosh va foyda. O'sha yerdan olinadigan maksimal foyda. Shularga nisbatan ishlab ko'ramiz. Demak, bu nima bo'ladi? Listning 0-indeksidagi, ya'ni birinchi elementini birinchi yoki ikkinchi elementi, birinchi indeksdagi ikkinchi elementini demak P Y ga tenglashtiramiz.
va unga nisbatan foydani hisoblab ko'ramiz. 0 1 ko'paygan 1 minus p taqsim 100. Nima uchun p taqsim 100? Sababi u yerda butun son konstiti berilganda foizlar berilgan 0 butun yoki shunaqa qilib bermaydi. Odatiy bo'lmas ekan. Shuning uchun uni 100 ga bo'lib olib, keyin birdan ayiramiz va natijada bizda o'sha odamda soliq olingandan keyin maoshida necha foizi qoladi? O'sha kelib chiqadi. Masalan, 17% soliq oladigan bo'lsa, unda necha foiz soliq qoladi? 83% maoshi o'zida qoladi. O'shani foyda deymiz. Foydani shunday hisobladik va endi for qilamiz yana. X, Y, P larni o'qib olaman bitta-bittadan. L dan ichidan o'qib olamiz mana shunday qilib. Va aytavering L ni nima qilish kerak? Mana bu birinchi elementidan boshlaydigan qilib qo'yamiz. Ya'ni birinchi indeksdagi elementidan boshlaydigan qilib qo'yamiz. Sababi eng birinchi element bizda turibdi, mana bu yerda bor, ushlab oldik, oxiriga deb olib qo'ydik va undan keyingisini olib ketamiz mana shunday qilib. Xo'p, endi hozirgi foydani hisoblab ko'ramiz mana shu yerda. Hozirgi foyda current f. Hozirgi foyda bu yerda hozirgi foydani endi x ga nisbatan hisoblaymiz. Ya'ni eng minimum maoshga nisbatan soliq to'langandan keyin u oxirgi qonunchilikdagi maksimal maoshdan tushib ketsa, maksimal foydadan tushib ketsa, mana shu teshik hisoblanadi-da. Shuning uchun x ga nisbatan hisoblab ko'ramiz buni. X ko'paytirilgan 1 minus p taqsim 100. Mana shunday qilib hisoblaymiz va tekshiramiz if current f imiz, current foydamiz kichik bo'lsa pf dan. Unda nima bo'ladi? Print yes. Yes ni chop etamiz va cycledan break qo'yamiz shu yerning o'zida. Xo'p, agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, p, y va p, f larni yangilab olamiz hozirgilarga nisbatan qilib. Y deb beramiz bunga, p, f imizga esa endi y ga nisbatan hisoblab beraveramiz foydani. Y ko'paytirilgan 1 minus p taqsim 100. Siklimiz oxirigacha break qilmasdan keladigan bo'lsa, print no deymiz. Tamom. Mana shu kodimizni yuborib ko'ramiz endi. Test qilib ko'raylik, nimadir xato ketdi menimcha. Xo'p. Birinchi testni tashladim. Nima deyapti? Type error deyapti. P ni P emas, L bo'lishi kerak edi o'zi shu yerda. Shu xato qilib qo'yaraman-da. Yana bir ko'radigan bo'lsak. Mana. Xo'p, birinchi testimizda nima chiqishi kerak edi bizga? Yes chiqishi kerak ekan. Nega bizda no chiqib qoldi? Umuman break qilmasdan kelib qoldimi shuni oxirigacha? 1 minus p taqsim 100 x ga nisbatan y ga nisbatan olindi. Cf pf dan kichik bo'lishi kerak. Pf imiz 0 1 0 1larga nisbatan ishlandi. Mana bu yerda p ni xato qilibmiz mana shu yerda. L ga nisbatan olib qo'yish kerak. Mana bu yerda 0 2 qilib. Birinchisidan olish kerak edi. Mana shunda xato bo'lgan. Ko'radigan bo'lsak, mana endi yes bo'ldi. Xo'p, mana shu xatolar ham bo'lib turadi. Yuboramiz. Ketdi mana. O'tdi hisob. Shu bilan masalamiz yechildi. O'ylaymanki, usulni tushundingiz. Biroz tushuntirishda qiynalgan bo'lishim ham mumkin buni yetkazib berishda. Mana bo'ldi, qabul qilindi. Keyingi tahlilda ko'rishguncha.